Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, bugun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishning fazilatlari va salovat aytmaganlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni aytgan so'zlarini aytib o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayapti, qaysi bir duoda payg'ambarga salovat aytilgan bo'lsa, o'sha duo albatta mustajab, Alloh taolaning oldida qabuli maqbul aylanadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo albatta u insonning duosini qabul qiladi. Va boshqa bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysi bir inson payg'ambar alayhissalomga salovat aytsa, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom yuboradigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayapti, albatta menga ruhimni soladi va o'sha salom yuborgan insonga men o'zim javob qaytaraman deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib ketganlar. Keyingisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, menga ko'proq salovat aytinglar, chunki Alloh subhanahu va taolo bitta farishtani tayinlab qo'ygan, vakil qilib qo'ygan. Qachon inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytadigan bo'lsa, albatta u farishta payg'ambarimizga xabar yetkazadi. Inna fulana ibn fulanin sallama alayk. Salla alayk. Falonchining bolasi falonchi sizga salom yubordi, sizga salovat aytdi deb payg'ambarimizga xabar yetkazib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, eng baxil inson shu insonki meni nomim zikr qilinib va menga salovat aytmasa. Ya'ni payg'ambarimizning nomi aytilibdi-ku, va o'sha yerda inson Allohni rasuliga salovat aytmasa, bu insonni payg'ambarimiz o'zi baxil deb aytib qo'ydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytadi, Juma kuni salovat aytinglar. Salovatni ko'p aytinglar. Sababi qaysi inson Alloh subhanahu va taoloning rasuliga bir marotaba salovat aytsa, u insonga Alloh taoloning 10 ta rahmati tushadi deb payg'ambarimiz o'zi va'da qildi. Va boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayapti, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah. Qiyomat kuni menga eng yaqin inson menga ko'proq salovat aytgan inson deb aytdilar. Aziz birodar, har birimiz xohlaymiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqin bo'lishni. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishni ham istaymiz. Lekin sharti shunchalik yengil, payg'ambarimizga salovat aytishlik bilan o'sha inshaalloh niyat qilgan narsalarimizga yetamiz. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, sizlar qaysi yerda bo'lsangizlar ham, ya'ni dunyoni qaysi bir yerda yashasangiz, qaysi bir holatda bo'lsangiz, siz albatta payg'ambarga salovat ayting. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayapti, qayerda turib salovat aytsanglar ham o'sha salovatinglar menga yetib turadi.